Mana O'zbekistondan mana shunday bodring kelgan. Mana gofra kardonlarda chiroyli bo'lib. Mana shu ustini bir ko'rsatib qo'y. Qayerdaki bu? O'zbekistonda qayerdan keldi? Toshkentda o'zidan, teplishnilar bular. Zo'r. Tagidan ham olingchi, bunda ko'rsatingchi taglarini. Kim olib keldi? Toshkentdan buni yetishtirgan kim? Olib kelgan odam kim? Aytib qo'yinglar endi. Kim olib keldi akalar? Otasiga rahmat. Otasiga rahmat shu odamni. Kim olib kelsa ham otasiga rahmat. Mana shunday islohotda davom etaylik. Mana hech olib kelganman deyapti, mana qaranglar tugashini. Mana ketyapti mana shunday bo'lib. Sifatli mol bo'lsa ketaveradi. O'zgarish bo'lsa mana brend qilishibdi, o'zgarish qilishibdi. Mana ko'zlarimiz quvnayapti-da. Mana shunday yuk kelsa, shu holat bo'lish uchun mana Abdumaliklar u yoqda islohotni boshlagan prezident, xalq mana shu holat uchun kurashyapti-da, akalar, ukalar. Mana buni kachtiva deydi-da. Mana buni sifat deydi. Mana shu narsani olib kelgan akalarga, ukalarga biz otasiga rahmat deymiz. Yaxshisini yaxshi deymiz, yomonni yomon deymiz. Mana bu o'zgarish, mana bu islohot, mana bu izlanish. Otalaringga rahmat, islohotdan charchamanglar akalar.